Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, aziz do'stlar. Bugun 21 mart 2025-yil avtoshopdan navbatda savdomiz do'stlar. Cobalt mashina bo'ldi. Mana bu mashinamizdan 3-4 kun avval istoriya qo'ydik. Avtomat korobka 2025-yilda ishlab chiqarilgan mashinamiz shu spravkada. Style Plus varianti, eng fulli, xudo xolasa o'zimiz mana birlashgan bir kommunal birdan Juvonat akamiz kelgan ekan, baraka. Juvonat aka, tabriki men aka. Xayrli davlat muhojim bo'lsin, Kizullaysin aka. Mana shu spravkasi qachaqdan keldi. Mashinani qaradingizmi? Baholar normallimi? Podpiska istak-taklaringiz bo'lsa, like'larni bosib, avtoshopga kelaversin, ha? Bo'pti aka, xayrni ko'ring. Yaxshi kunlaringizda xizmatini etsin. Qachaqdan bahasi do'stlar 158 million so'm. Istoriya qo'ydik. 155 million so'm. Maqbul bo'ldi, sirqol bo'ldi. Birinchi nomer ham ichida bo'ldi. Bonus bayramda kommunal birga ketdi. Kelaverasiz, avtoshop kunlarida xizmatdamiz do'stlar.